Aziz obunachilar, barchaga ma'lumot kerak bo'ladi, obuna bo'lib turing. Ahmet Beres, men akamiz ham xuddi so'rab qoldi, men qanday metanni yo bizni yurgan bilaman degan, zavod qildingiz, to'g'rimi? Zavod qilganingizga men ahamiyat berib turing. Kulchatil market qilyapti. Hozir mana gazga o'tadi, qarang ahamiyat. Uji bo'ldi, mana gazga o'tdi. Mana shu holatda gazda turgan bo'ladi. Mana bitta bosib qo'yib yorsiz, qarab turing. Market qildingiz, uji siraz benzinga o'tdi. Xudo xolasa mana shu holatda ishlanadi. Ya'ni benzinga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, mana shu holatda bitta bosasiz, gazga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, mana shu market qilyapti, hali o'tgan yo'q gazga. Hop, mana ahamiyat bitta gazda borsiz ham mana o'zim o'tgan holatda mana shu gazda bo'ladi. Xudo xolasa aka keldingiz, ishimizni ko'rdingiz, qayerdasiz? Qanday ekan? Yangi yo'ldamiz, zo'r. Aytilgan narsalar qo'yildimi? Aytilgan narsa qo'yildi. Kelishni tavsiya berasizmi? Ha, tavsiya beraman. Ko'p joyda ko'rdingiz. Ishimiz to'g'ri keldi. To'g'ri keldi. Xudo xolasa, Cobalt avtomobillarni olib keldik, yuviningni qilib, metan ustanovka qilib berdik. Sirdaryo metangizga eng kamida obuna bo'ling. Mana shunga o'xshash ma'lumotlar juda ham ko'p berib o'tamiz. Ya'ni yangi chiqqan ma'lumotlar, misol MSMlarga qanday suv datchik chiqarsa bo'ladimi, yo'qmi, yo bagaj ochish, qisqasi mashin sohasi bo'yicha polniy ma'lumotni sizga batafsil metanda, propanda qancha kilometraj berishlarini ham aytib o'tamiz. Barcha turdagi avtomobillarga super chegirma narxida metan va propan ustanovka xizmati bor. Tanlovda adashmaymiz, obuna bo'lishni unutmang.